Amaki, akam yolg'onchi emaslar. Ne yolg'on gapiryapsan? Qatdan o'g'irlab kelyapsan buni? Ha, Timur, nima gap? Nima yosh boladan urushyapsan? Va alaykum assalom. Qo'li detillarni qarang, qatdandir o'g'irlab kelyapti bu bola. Yolg'on gapiryapman, bu tillalardi u. Yaxshimisan? Ha, yaxshi. Isming nima? Imron. Qani ko'rsatchi. Qayerdan olding buni? Bu yerda ko'mirga almashtirib keldim. Amaki, akam aldamayaptilar, rost gapirayaptilar. Mana uyingga bora olasanmi? Ha, bora olaman. Bu uydammi? Ha? Yur, uyini ko'rsatchi. Ota-onang bormi? Ha, bor. Kasallarni davolash uchun uzoqqa ketganlar. Ketilganmi? Ha. Kelib qoldingmi? Ha, mana shu yerdan o'ngga kirib ketamiz. Mana shu ko'chami? Ha, mana shu ko'chadan kirib ketamiz. Keldinglarmi bolam? Voy, urg'us. Qara aka. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xola, yaxshimisiz? Ha, rahmat. Keling bolam, keling. Keling. Uzr, bezovta qildim. Yo'q. Hech qisi yo'q. Qani, ilohim. Tinchlik xotirjamligini bersin. Bolajon, sizni tanimayroq turibman. Ha, men ko'chani boshidagi ko'mir do'konining egasiman. Shunaqami? Nevaralaringiz qo'lda tilla bilan borib qolishdi. Ko'mirga almashtirmoqchi ekan. Bu tillani qayerdan olding? Uydagilarning xabari bormi, yo'qmi deb o'zim so'ragani keldim. Bolalarni men yuborgandim. Shu qora ko'zlarim kasal bo'lmasin deb, qishdan omon-eson chiqaylik deb ko'mir g'amlab qo'yay deb, bilasiz-ku, yosh katta odamlarni. Bolalarimni yuborgan edim. Bor bisotimni berib. Ota-onam chet elda deyishdi. Farzandlaringiz qayerda? Xabar olib turishadimi? Nabiralarimni ko'ngli sinmasin deb bor haqiqatni yashirib kelaman. Aslida kelinim bilan o'g'lim doktor bo'lib ishlashardi. Covid degan balo keldi-yu, ular Covidni davolayman deb o'zligi Covid bo'lib qolishdi bola. Uydan chiqib ketib, tobutda qaytib kelishdi. Bolalarim bilishmaydi. Chet elda oyim bilan dada ishlagani ketishdi deb ularni aldadim. Xolajon, bu tillalarni ko'mirga almashtirib, qishdan issiqqina chiqib oldingiz ham deylik, lekin oziq-ovqat, ro'zg'orni qanday qilasiz? Kim xabar oladi? Suv ostidagi baliqni rizqini bergan Allohim sizni och qoldirarmidi? Suv ostidagi baliqni rizqini bergan Allohim sizni och qoldirarmidi? Bolamga loyiq kurtka bersangiz. Hozir Bormikan? hozir qarayman. Hozir o'zim sizga kurtka olib beraman. Mana shunisi yaxshi keladi mana. Qanday Ko'ring-chi, o'zingga loyiq ekan. Yarashdi. Rahmat opajon. buyursin. Oling. Bor pulim shu yerda, shuni olib turing. Olib qoling opa. Xijolat bo'lmang singlim. Olib qo'ying. Bolani katta qilish oson emas. Men berganim menga albatta qaytadi. Suv tagidagi baliqni rizqini bergan Allohim meni rizqimni bermaydimi? Olib qo'yavering. Men roziman. Buyursin o'g'lim. Rahmat opajon. Rahmat, umringizga baraka toping. Berganingizni Alloh ortig'i bilan qaytarsin. Sog' salomat bo'ling. Rahmat, sog' bo'ling. Men katta bo'lsam, hamma qiynalganlarga yordam beraman. Ularga yaxshilik qilaman, oyijon. Va'da berasanmi bola? Va'da beraman, oyijon. Saxiy boylardan bo'lgin bola. Unutma, beruvchi qo'l har doim oluvchi qo'ldan ustun turadi. Alloh buyuk zot. Bu yerga meni bekorga boshlab kelmagan ekan. Va'damni bajarishim uchun
shu yerga olib kelgan Allohimga hamdlar bo'lsin. Xolajon, men hozir. Timur, yangi hayot 25-uyga tez 2 tonna ko'mir olib kelinglar. Keyin ustalarni ham jo'nat. Uyni qaytadan ta'mirlash kerak. Eshik romlarini ham qishgacha almashtirish kerak. Oziq-ovqat, kiyim-kechaklarni ham ta'minlab berish kerak. Qolganini o'zim tushuntirib beraman. Tezlashtir.